Rasuli akram sallallohu alayhi mehribonlik qilibdilarki, hassinu amwalakum bis-zakot. Mollaringizni agar mahfuz qilaman, saqlayman desangizlar, zakot bilan mol saqlanadi. Molni saqlanmog'i va hifz qilmog'i hamma balolardan mahfuz qilmog'i tavassut zakot bilan bo'ladi. Agar zakot berilmasa, mol mahfuz emas, ma'raz xatarga deb Rasul Muhammad sallallohu alayhi aytgan ekan. Dawu marg'akum bis-sadaqa. Marzlaringizni zakot bilan, sadaqa bilan tadovi qilinglar. Sadaqa bermoq bilan marzliklar bartaraf bo'ladi. Wastaqbilu anwa'al balaya bid-du'a. Baloni duo bilan istiqbol qilinglar. Marzlikni sadaqa bilan, molingizni zakot bilan, baloni duo bilan. Mana bu uch narsa, uch hamla va biloxira uch dushmanni muqobiliga uch nav sifar bor. Duo bir sifar, sadaqa bir sifar, zakot bir sifar.